Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bugun biz Eron va Shamsiya opani uylaridamiz. Koson tumanida 79-yilda tavallud topganlar. Shamsiya opamiz 4 yildan beri jigar sirrozi bilan kurashib kelyaptilar. Bu kasallikka qarshi davolanib, buni baribir doktorlar aytishi bo'yicha operatsiya qilmasa bo'lmas ekan. Hindistonda operatsiya qilish kerak ekan va doktorlar $28,000 so'rashyapti. Bu uchun biz oldilariga keldik. Biz sizlardan yordaminglarni so'rab qolamiz. Pastda klik raqamlarini qoldiramiz. Kartaga ozgina bo'lsa ham, hamma oz-ozdan tashlab borsa ham juda katta narsa bo'ladi va Ramazon oyida savoblaringizni ayamasanglar, biz ancha xursand bo'lardik. Shamsiya opamizning o'g'illari bo'lmish Ahmet akadan ham o'zlarini fikrlarini eshitamiz. Assalomu alaykum hammaga. Oyim mana shunday nima bo'lib qoldi, kasal bo'lib qoldi. 4 yildan beri qo'ldan kelgancha qilib keldim. Hozir hech bo'lmayapti, og'irlashyapti. Doktorlarga murojaat qildik. Jigarni almashtirish kerak dedi. Shuning uchun Hindistonga olib borish kerak ekan. Qo'ldan kelgancha qildik. Mablag'imiz kamroq edi, shunga sizlarga murojaat qilib chiqdik-da xalqqa. Qo'ldan kelgancha shuni kattaga rahmat aytay, yordam qilsalaring. Bemorimizni va o'g'illarining fikrlarini eshitdingiz hamda ahvollarini ko'rdingiz. Shu uchun ozmi ko'pmi miqdorda pul o'tkazmalarni qilsangiz ancha xursand bo'lardik. Agar pul o'tkazish qo'lingizdan kelmasa, duo qilsangiz ham ancha katta yordam bo'ladi. Yoki bu videoni boshqa bir